Xullas qidirib bitta uy oldim. O zo'r-ku. Qattan olding? Sergelidan chiqib qoldi. Necha pulga olding? 60 mingga ham oldim. Nimaga aytmaysan menga? Nimaga aytmaysan? Xuddi shu pulingga shahar markazidan 3 xonali olib berardim. Aytmaysan shuni. Mashina ham oldim. Qattan olding? Mashina bozordan Necha pulga olding? 20 mingga. Menga aytmabsan-da, men senga olib berardim. Xuddi shu gapingni aytishingni bilib turib, men mashina olmagan edim. Endi ko'ringchi qayerda bor u tanishing. O'zingcha tupikka tiqding mana, ha? Уже tupikdasan sen. Sen tupikdasan, bu yoqqa yur. Serios. Men tupikdamanmi? Mana qarshingda turib, Motori qanaqa ekan? bunda bir turbinali motor turibdi. 101 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha 13 sekundda chiqadi. Benzinni yesa kerak buni. Nima deyapsan? Shahar o'zida 6,5 ta, trassada 5,5 ta benzin ichadi. Salonni bitta ko'r. Buning narxi vashsha qimmat bo'lsa kerak. Nima? Narxi atiga 214 million 900 ming so'm. Mana senga zo'r mashina. Rostdan yangi avlod zo'r mashina ekan. Qalbboq mashina ekan-da. Shuning uchun oldindan menga ayt, men senga xalqi beraman deyapman. Bo'ldi o'rtoq Rahmat Abdushi. Bundan keyin faqat senga chiqaman endi. Qayerga ketyapsan? Kasb shimilardan bilmayapsanmi? Unashtiriladigan qizim oldi ketyapman men. Ismini ayt. Kas. Yo'q, ismini ayt. Bitta ayt. Nargis. Bitta savolim bor. Xo'pmi? Bitta. Xo'sh. Mistra Nargizmi? Oy, o'chir o'zini, o'chir. Jim gapirdim. Ay aytmabsan.